Mercedes hadoyi yumshaqmi, BMW'nikimi? Video qiziq bo'lsa oxirigacha ko'ring. Biz bu ikkala mashinani hadoyini bitta mashinada jamladik. Tracker 12 mashinalari zavodskiy chiqqan holati ancha qattiq bo'ladi, daqir-duqurlardan daqillatib o'tadi. Biz bunga oldi rechayiga o'zini zavodskiy sannebiloyi mana buni o'rniga biz Mercedes sannebiloyini moslab qo'yib berdik. To'ta daqir-duqurlarda ham idealniy bo'lib, mягкий o'tib ketadi. Orqa amortizatorlarni ko'rishlaringiz mumkin. Ancha bo'sh bo'ladi. Orqasi tashashlari shundan bo'ladi, daqillatib urishlari. Biz bunga BMW amortizatorini moslab qo'yib beryapmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. O'zinikidan ancha baquvvat, mustahkamroq bo'ladi, ancha yumshoq bo'ladi mashinalar. Orqa chuloklarni yechib olganmiz. Plastmassa bo'ladi, ko'rganlaringizda. Biz bunga to'liq kuymali sannebiloydan moslab qo'yib berdik. Oldilari Mercedesga yumshoq, orqalari BMWdaqa baquvvat bo'lib qoladi.